Kelsanlarmi guruch bilan yog'ni yaxshi so'g'at qildik ekan. Eshitma. Mesulunuz bamda. Men shu. Mana bir taqvasizim bo'lsa. Ama şu öteki baş karşıma mesela vallahi varak berip şu 50 ming koyğam şu 15 bin falan dükkan zımınlık alalaydı da şu kızık falan kirişin şu. Bazı maşından muvaffak yanında. Ama şu qarindaşlarımız bir paydalanıp qasım gidip hazır kep kaldım film tartiblan. Tepsili tushuntirib pasiz bo'lama. Bo'ldi. Bizning bozorimiz haqliq bo'yicha mana 3 yildan Yerast Universal Savdo saroyi bo'lib jo'ndi. 15 bin falan dükkanni 50 millionga zımınlık alet sitib alaydı. Bundan başqa artıq pul to'lmaydi zımınlan. Onun iki ma Jonshun'u istaqib turamizda. Hozir bu yerda ko'rib qoldim chimiz Jonshun o'zi xohlagan chiqib turmiz deb. Mushkil emasmi? To'g'ri. Kirgan xarida o'rinni o'zi tanlaydi hozir. O'rin tanlab. Gad talvas bo'ldi. Bo'laverdi. Unda qasım şu ishning etrafidagi sitilmaga yopib qasib shu talvasim bo'ladi. Bo'ldi. Ko'ngilga yoqqan talvas bo'ldi. Jonshusini o'zi qanday tijorat qilmaydi desa shundan qarta biz. Men bir gap so'rasam, mana Jonshus bitgandan keyin falan do'kon tanlab bo'lgandan keyin cho'qim bunda narsa so'zlaydigan gap bormi yoki o'zining ixtiyorligimi? Bozorimizningki 20 ma'nodek ushaq tovarlarni to'plab pashtar qilgan bozor bo'ldi. 20 universal alatda ichilgan bozor bo'ldi. Bu yerda o'zining tijorat qilsa bo'ldi. Bo'ldi. Xo'sh, unda o'zimiz shu 50 ming ko'ga 15 bin falan deb gapdan bir chiqdi emasmi? Undan boshqamiz cho'ngroq yana açsam bo'ldi deb qasmishligim bo'lamda. Bo'ldi, bu yerda endi 10 bin fandan 200 bin fangacha oraliqda do'konlarimiz bor, cho'ng kichik do'konlar. O'zining ehtiyojiga qarab situasiya bo'ldi. Do'kon setib olgandan keyin zimliq chiqamda. Zimliq chiqdi, qo'lga ko'chmasmalik kinishkisi chiqdi. Unda bo'lsa bo'ldi. Undan boshqa o'zi ochsimi yoki ijara qo'yib foydalanib qolsimi bo'ldi. Bu ijara qo'yib foydalanib qolish deganingiz masanga boshqalarga beradigan gapmi yoki shirkatni shu mang'uz qilib beramda? O'zining zimin bo'lgan keyin boshqalarga bersa bo'ldi. Adam topolmay qolsa, bizning shirkatga ijara qo'ysa, bizning shirkatdan muqim holatda ijara qilamiz. Bo'ldi ekan, tuqqanlarimiz shu do'konni o'zinglar ib qo'yaman, mang'uz ishga gardam shu mang'uz qilib vaqtini aytmay qolib qolsam, shu shirkatdan mang'uz bergan yoki o'zinglar shu adam tip bersanglar bo'ldi ekan, tuqqanlarimiz do'kon mang'uz qilib. Faoliyat deb olgan temirasiz, endi sog'atlik buyumlar bor deb. Shuni birda tushuntirib qo'yamsiz. Endi 27-28-da, ya'ni shanba kunlarimiz kelib do'kon setib olsanglar, oltin uzuk sog'atliklarimiz bor. Undan boshqa chek tortish faoliyatlarimiz bor. Shu do'kon setib olmasa sog'atlik deb oldim qo'y. Do'kon setib olmasimi, unga mening ozroq ko'ngil sog'atliklarim bor endi. Tushuntirib qo'ysin. Mushlar shumi? Mana bu do'kon setib olmay qolsa, uni yog' guruchlarni sog'at qilamiz xarid. Mana guruch bilan yog' nima? Shu do'konni setib olmay qolsa deganingiz bu aniqroq tushuntirib qo'yamsiz. Kep ko'rib, ya'ni do'konlarni tushunib boqqan xaridorlarimizga birimiz. Ikkingiz beramizlar, bir nima? Ikkilasini birimiz. Unda bo'lsa bo'ldi ekan. Tuqqanlar shu do'konni setib olsanglar boshqa sog'atlik qilib ekan, agar tushunib boqsanglarmi, guruch bilan yog' bor ekan, tuqqanlar mushlarni berdi ekan. Meni qo'shmagan tuqqanlar meni qo'shib olgach, shu film yurakda birini besitib, atrofimni do'stlarni qo'llab qo'yish filmni asriga. Alloh qasam, bu mushlar shuni boshqa sog'atlik do'kon setib olgan ekan. Qo'yam deganingizdan shu oltin uzukni berib, uning boshqa shu sog'atlarni chektatamda. To'g'ri. Do'kon setib bo'lgandan keyin oltin uzuk u bizningki ko'nglimiz, undan boshqa chek tortish faoliyatlarimiz bor endi. Denshim bormi? Bor. Tuqqanlar qarasanglar bo'lmadi, denshim qilib cho'nkana. Mishak o'tlan bevas kelibas bo'lamdi. Men bilan aloqalashib kelsanglar bo'ldi, sog'atliklarni endi adam beshi qarta tayyorlagan to'q shunga. Kelishdim bura avval sizga bir telefon qilib kelsa, undan keyin shu sog'atlarni tayyorlab qilasiz bo'ldi. Tuqqanlar shu do'konga kelishdim burun avval shu uy setish bo'limi kelishdim burun shu mas'ul xodim telefon qilgandan keyin aloqalashib kelsanglar bo'ldi ekan. Bu yana adresim shu bozorning o'rtada tuqqanlar 5 zakoda yerasti Ultimate Event nozma. Xo'sh, unda qasib shu aloqalash telefonimizni deb bersiz, qarindoshlarimiz kelishdim burun sizga bir telefon qilib kelsa. Bo'ldi, mening ismim Rayma, telefon nomerim 196 90 11 69 90. Yana bir qanday bersangiz? 196 90 11 69 90. Lazım shu qarindoshlarimiz kelishdim burun kelgandan keyin shu mulozimatlarni sifatini bir chataq chiqmagan bo'lsa, undan chataq chiqmaydi. Bo'ldi. Tuqqanlar shu do'konga kelishdim burun telefon qilib deb sizni bo'lgandan kelsanglar bo'ldi ekan, sog'atlarni adam beshig'da yolib tuqqanlar. Sizni tutgandan keyin bir shakl faoliyat qatnashsanglar bo'ldi. Do'konni setib olgandan keyin do'konni qanday do'kon qilib ochsanglar bo'ldi ekan, tuqqanlar undan boshqa do'konni ib bo'lgandan keyin o'zinglar ochqil vaqtini aytmay qolib qolsa, adam deb berib bo'ldi ekan yoki shirkatning o'ziga bersanglar, shular mang'uzib qilib beradi ekan tuqqanlar. Lazım shu film atrofidagi do'kon ochsam bo'ldi, tijorat qilsam bo'ldi degan tuqqanlar bir yo'llab qo'ysanglar, qarindoshlarimiz foydalanib qolsin. Ammo shu film atrofidagi tuqqanlar qo'llab men qo'shib o'tmoqlar. Rahmat.